Juda jonga tegdingda Reels'imdan chiqaverib deb yozibdi bitta obunachi. Dekretdagi 13-kun. Kraska qilgan joylarim qotgandan keyin birato'la xlorli suvda yuvib orqali yoz kelyapti. Kurtka muskalar ham chiqmaydi deb ishlarimni ham boshlab oldim. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Men 2x variantda ish qilsam, 5x variantda men ham ishga tushadi. Har xil narsalarni o'ylayveradi. Kommentga biror narsa deb yozsa, yoziladi, qolib ketaveradi deb o'ylamanglar. Shu ish qilayotgan paytimda har bittinglarni kommentinglar miyamda aylanadi. O'zimcha hayolan gaplashaman, dardlashaman, negativchilar bilan bo'lsa urushaman. Ba'zi qizlar bilan hayolan dugona ham bo'lganman. Menga parteshkalik qilishganini kommentariyada o'qib, shunaqangi xursand bo'lib ketaman. Shu shvabram o'zimga juda ham yoqadi. Har qanaqa joyda egilmasdan, surilmasdan birpasda tozalab olaman. Shunga ham ernasmi demanglar. Shvabramni olgan paytimda qornimda 8 oylik qatidim. Devorlarning changlarini archishga, pollarni archishga, egilishga qiynalar edim. Bir kun shonsiylar tiqing etib miyamga urib qoldi-yu. Obed paytida hamma bilan ovqatlanib olib joylarini yig'ishtirdimda, "Oyijon, men shunday yangi bozorga o'tib kelaman, bitta oladigan narsam bor" deb ko'chaga chiqib ketdim-u. Olib kelib, xursand bo'lganimdan butun domda patologiya devorlari, pollarini qilib artib chiqqanman. Oyijon ko'rib, tug'ib qo'yasiz hozir deydi-da. Sizlarda ham shunaqa o'z-o'zidan g'ayratlar kelib ketadimi ba'zida? Yurechani bosib qo'yish sizdan chiqmasin.